Maxtumning uylanishi va maktabdorlig'i. Solih Maxtum otasining vafotida 20 yoshlik talaba edi. Otasi marhum bo'lgandan so'ng o'zidan bir necha yosh kattaroq og'asi Marg'ilonga imom bo'lib, oilasi bilan ko'chib ketdi. Solih Maxtum onasi va 16 yoshlik Naima ismli singlisi bilan Qo'qonda qoldi. Biror joydan kelin bo'lmaganlikdan bu oila ko'p tanglikka tushib, oxirida Solih Maxtum tahsilni tark etishga, qorin to'ydirarlik bir kasb izlashga majbur bo'ldi. Albatta, Solih Maxtum og'irroq kasbni o'xda qilolmas, imomatga bo'lsa soqoli chiqmaganlikdan yaralmas edi. Ko'p ozor chekib, nihoyat qarindosh urug' va mahalla kishilarining kengashlari bilan o'z uyiga maktab ochdi. Mahalladan 5-10 ta bola yig'di va yeng shimarib maktabdorlikqa boshladi. Bir necha yil maktab rivojiga minmadi. Ya'ni bolalar 15-20 martadan nariga o'tmay panshanbalik arang it azobi ro'zg'orga yetib turar edi. Maxtum va oilasining shundan boshqa daromad manbalari bo'lmagani uchun har holda yana shunga qanoat qilmoqqa majbur edilar. O'g'il 20 ga, qiz 15 ga yetdimi, onalarining dardi kelin va kuyov savdosi bo'lib qoladir. Shunga o'xshash Maxtumning onasi Mohlar oyimning kasali go'yo dard ustiga chiqqan edi. Maxtumning yoshi 20 dan oshdi. Naima ham 18 ga to'ldi. Ya'ni kelin ham kerak, kuyov ham. Naima to'g'risidan tashvish yo'q. Husn, odob, yumush hammasidan ko'ngil to'q. Bek bo'lmasa bekzoda, mudarris bo'lmasa mukarrir. Ammo Maxtum masalasi biroz mushkulroq edi. Topish-tutish ma'lum, otasidan qolgani faqat ichki-tashqi hovli, bundan boshqa hech gap. Bas, Mohlar oyim o'z tirikligida Maxtumning boshini ikki qilmasa, o'zidan so'ng uning uylana olishi amri mahol. Shuni ko'zda tutib, Mohlar oyim Maxtumning uylanishiga mazkura Naimani vosita qilmoqchi bo'ldi. Ya'ni Naimani uzatib, evaziga uzatilgan joydan kelin olmoqchi edi. Qarshi quda bo'lmoq uchun qizlik va o'g'illik hovlini uchratish va buning ustiga naslu nasabda tekislik olinadirgan kelinning silliqqina bo'lishi. Ana shunday mushkulotlar orqasida 2 yil chamasi Naimaning umri sarg'ayib o'tdi. Yurt emasmi degandek, yurtchilikda yurak og'rig'iga davo topilmay qolmas. Shunga o'xshash Mohlar oyimning yarasi ham nihoyat 3-yilda davosini topdi. Xon o'rdasining mutavaffo mirzolaridan bittasining madrasada o'qib yurgan o'g'li bor edi va uyda chaqish chaynab o'ltirgan 16 yoshli qizchasi ham bor edi. Bu oila Mohlar oyimning taklifini mamnuniyat qabul etdi, chunki o'xshatmay uchratmas degandek narigi taraf ham Mohlar oyimning bittasi edi. Sovchilar Naimani yoqtirib, Mohlar oyimning taklifini qabul qilib ketdilar. Mohlar oyim marhum mirzoning uyiga qiz ko'rg'ali borib, ul ham qizi jajjigina ekan deb keldi. Kuyovlar ko'rilib, ular ham zararsiz topildilar. Shart-u sharoit so'zlashildi. Ikki orada qalin-palin degan gaplar yo'q. Har kim o'z ulushiga tushgan osh suvini qiladir. Kelinni o'rab chirmab oladir. Vassalom. Hay etdi, huy etdi, 2 koski to'y etdi deganlaridek har 2 to'y ham bir hafta ichida o'tdi. Naima xonim u yoqqa ketib, Nigor xonim bu yoqqa keldi. Shunday qilib Solih Maxtum xotinlik bo'ldi. Solih Maxtumning maktab ishi ham 3-yildan boshlab bir oz jonlangan. Bolalar ham 30-40 ga yetgan edilar. Solih Maxtum 30 yoshlarga borganda maktabdorlig'i ham yaxshigina shuhrat topadir. Shogirdlar soni 100 ga yetadir. Mehmonxona torliq qilganlikdan maktab uchun maxsus bino yopadir. Imlo, insho va husnixat mashqi uchun alohida xona ayiradir. Maxtum yolg'iz shuning bilangina qanoatlanmay, xotini Nigor xonimni ham ishga soladir. Ya'ni uning savodini tuzatib, otin bibi qiladir. 2-3 guzarning qizlari Nigor xonimning sabog'iga yog'iladirlar. Qisqasi, Maxtum maktabdorlikda yaxshi shuhrat qozonganidek, uy ro'zg'orini, yurish-turish, kiyim solim va boshqa taraflarini ham tuzatib oladir.
40 yoshlarida mahallaga imom bo'ladir va maktabini yana ham kengaytirib, shu dahaning har bir tabaqasi ichida ustoz mulla Solih Maxdum bo'lib taniladir. Masalan, o'zida savod chiqargan kosib, savdogar, mullabachcha, madrasa talabasi va shuningdek yangi bo'g'imlarga ustozlik unvonini oladir. Hatto keyingi vaqtlarda uning shogirdlaridan xon o'rdasigacha borib kirganlari bordir. Kim Maxtumning bu muvaffaqiyatini boshqa boblarimizda o'qirsiz.